Zulayho yolg'iz edi. Unga beva deyishardi. Garchi u bu so'zni yoqtirmasdi. Eri ikkinchi farzandiga homilador bo'lganida yo'qolgan. Rossiyaga ketgan. O'shandan beri darak yo'q. Ayol 2 farzandi bilan qishloq chetidagi kichik uyda yashar. So'kina hayot kechirar. Shu yerda bog', tovuqlar, 1-2 qo'yi bilan kun o'tkazardi. Uning yonidagi uyda Ilhom degan erkak yashardi. 40 yoshlarda, oilasi Rossiyada edi. O'zi qishloqda qurilish ishlari bilan shug'ullanardi. Ilhom boshida yaxshi qo'shnidek tuyuldi. Suv kerak bo'lsa chiqarar, bolalarga yordam berib turdi. Ammo keyinchalik ko'zi boshqa qaray boshladi. Har safar ko'rishganida Zulayhoga yaqinlashishga urinadi. Qiziqchi so'zlar bilan og'zini shirin qilardi. Unga bir necha marta tushuntirdi. Mening hayotimda bunga o'rin yo'q deb, ammo Ilhom to'xtamadi. Bir kuni kechqurun bolalar uxlab yotgan paytda Ilhom gazingiz o'chib qolibdi, qarab bersam bo'ladimi deb eshik qoqdi. Zulayho avval shubhalandi, lekin hech nima bo'lmasa ham eshik ochishga arzimaydi deb o'ylaydi. Ilhom uyga kirib, gaz plitasi atrofida yurib, keyin bir zumda yaqinlashdi. Uning qo'li Zulayhoning yelkasiga tegdi. Zulayho darrov chetga qochdi, uqtirdi. Boshqa bunday qilma. Men sizni hurmat qilgandim. Ilhom ketdi. Lekin shu kundan boshlab har kuni qandaydir bahona topib uyga kirishga urinar, hurmatni joyiga qo'ymasdi. Unga shuncha uqtirsa ham, iltijolar, to'g'ridan-to'g'ri gaplar ham foyda bermasdi. Bir kuni hatto eshik qulflaganini ham buzib kirdi. U yerda faqatgina Zulayhoning qattiq qarshiligi, chaqaloqning yig'isi va Allohning rahmati saqlab qoldi. Ilhom faqat og'ziga kelgan haqoratlar bilan chiqib ketdi. Bu voqealardan keyin Zulayho qo'rqib qoldi. Qo'shnilarga shikoyat qilmoqchi bo'ldi. Lekin uyat, or-nomus, odamlar nima deydi degan fikrlar ko'p to'sqinlik qildi. Qishloqda esa beva ayolning so'ziga ishonmasdi. Aybdor qilishlari mumkin edi. U bir necha marta ichki ishlarga qo'ng'iroq qilishni o'yladi. Ammo bo'g'ziga kelgan yig'idan so'z chiqmasdi. Ilhom esa kundan kunga sho'xlashib, hatto unga to'y qilmoqchiman deb aldashga o'tdi. Bir kuni Zulayho bir qarorga keldi. Bolalarni onasinikiga jo'natib, Ilhomdan butunlay xalos bo'lish uchun dalil to'plashga kirishdi. U telefon kamerasini yashirdi va u kelgan paytda hammasi qayd etildi. Ilhom uni shantaj qilish, birga bo'lmasang seni sharmanda qilaman deb tahdid qilgani ham videoda bor edi. Bu videoni u ishonchli qo'shnisi orqali nohaqchilikka qarshi kurashadigan bir faolga yetkazdi. Keyinroq bu videoni ichki ishlar bo'limiga yetkazishdi. Ilhom qo'lga olindi. Sud uning harakatlarini tasdiqladi. Zo'rlashga urinish, shaxsiy hududga noqonuniy kirish va shantaj moddalari bilan jinoyat ishi ochildi. Zulayho bu paytda qattiq jabr ko'rdi, ammo u yengilmasdi. Har kecha farzandlari uchun, o'z iffati va or-nomusi uchun kurashdi. Qishloq ahli ham keyinchalik u haqidagi gap-so'zlarni qayta ko'rib chiqdi. Bu ayol beva emas, balki sabr, matonat va jasorat ramzi ekanini angladi. Zulayho keyinchalik kichik do'koncha ochdi. Bolalarni o'qitish uchun harakat qildi. Har kuni sahar turib, oyna oldida o'zini ko'rib, quloqiga shu so'zlarni aytardi. Sen zaif emassan. Sen kuchlisan. Ilhom qamaldi. Sud unga 5 yil ozodlikdan mahrum etish jazosini tayinladi. Zulayho bu qarorni eshitib, ko'zlaridan yosh oqqani bilan ichki og'rig'i bas qilmadi. Qancha yil olsa ham qo'rquv yuragimdan ketmadi, derdi u onasiga. Chunki Ilhom hali ham uning tushlarida paydo bo'lar, so'nggi marta aytgan qaytib kelaman undan oson bo'lmaydi degan so'zlari unga xotirjamlik bermasdi. 1 yil o'tdi. Zulayho o'sha kichik do'koncha orqali oilasini boqdi. Unga mijozlar kela boshladi. Bolalari maktabga bordi. Odamlar unga ehtirom bilan qaray boshlashdi. Hatto qishloq masjidi imomi bir kuni unga: "Siz sinovdan o'tdingiz. Sizni Alloh mushkulingizdan o'tkazdi. Endi yaxshiliklar qiladi", dedi.
Lekin hayot doim ham osoyishta emas. Bir kuni tunda eshikka taqillagan tovushdan Zulayho titrab ketdi. Ocha olmadi. Ertasi kuni eshik ostidan qog'ozda yozilgan maktubni topdi. Bizning ishimiz tugamagan. Qishloqda mening odamlarim bor. Sen hamisha menga qaramsan. Qaytib kelaman, Ilhom. Zulayho darrov militsiyaga murojaat qildi. Ular maktubni oldi, lekin u hozir qamoqda. Bu kimdir qo'rqitish uchun qilgan deb ishni jiddiy qabul qilishmadi. Zulayho bilib turdi. Ilhom o'zi chiqmagan bo'lsa ham birovlar orqali uni yana ta'qib qilayotgandi. Bu oralarda do'koni yaqinda tez-tez aylanib yuradigan yangi bir kishi paydo bo'ldi. U har gal nimadir olib Zulayhoga ko'z tikar, lekin gapirmasdi. Zulayho uning kimligini bilmadi, faqat ich-ichidan shubha qila boshladi. Bir kuni kechqurun u uyga qaytayotganida ortidan qadam tovushlari eshitildi. Zulayho yugurdi. Oyog'i g'ildirakka urib yiqildi. Qo'llarida og'riq, ko'kragida tiqilib qolgan nafas bilan og'ir holda qarasa, o'sha odam turibdi. Unga yaqinlashdi, ammo keyin hayratli narsa ro'y berdi. "Meni tinglang", dedi o'sha odam. "Ilhomning qarindoshiman. Men uni yomon ko'raman. Men unga qarshi ko'pdan beri dalil yig'yapman. U qamoqda ham tinch qo'ymayapti. Sizni ogohlantirish uchun yuborildi. Ehtiyot bo'ling." Zulayho unga ishonishni bilmadi. Ammo u ertaga yana militsiyaga bordi, tushuntirdi. Bo'layotgan barcha narsalarni aytdi. Bu gal ichki ishlar unga davlat himoyasi singari maxsus qo'riqlash tizimiga olish haqida o'ylashdi. Faqat bu vaqtda Ilhom qamoqdan muddatdan ilgari yaxshi xulq uchun chiqqani ma'lum bo'ldi. Endi Zulayho to'laqonli xavf ostida edi. U uyni o'zgartirishga, hatto farzandlarini vaqtincha boshqa joyga jo'natishga majbur bo'ldi. Bir kecha u yangi uyda yolg'iz qolganida tok ochilib, elektr o'chdi. Telefoni o'chgan, eshik qaraganda va qo'lga turgan gaz pichog'i bilan cho'ntakchani ochmoqchi bo'lgan Ilhomning silueti ko'rindi. Bu gal u barcha kuchini yig'di. Bolalari hayoti, nafsi iffati uchun. U uni qattiq urib yiqitdi, yordam chaqirdi. Ilhom qochmoqchi bo'ldi, ammo militsiya bu safar tez keldi. U qaytadan ushlandi. Bu safar unga nafaqat zo'rlashga urinish, balki davlat tomonidan qo'riqlangan shaxsga tajovuz ham qo'shildi. Jazosi ancha og'ir bo'ldi. Zulayho keyinchalik bu voqealar asosida kitob yozishni boshladi. Uni Singan qanotlar deb atadi. U kitob butun viloyatda qiziqish uyg'otdi. Talaba qizlar, beva ayollar zo'ravonlikka uchragan unga yozishardi. U esa hammasiga bir so'zni yozib jo'natardi. Sizning sukutingiz ularning quroli. Gapiring, himoyalaning, siz yolg'iz emassiz. Zulayho yozgan Singan qanotlar kitobi keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Radio, televideniya va internet saytlari uning ismini tilga oldi. Odamlar undan ilhom ola boshladi. Bir qarashda oddiy beva, kichik qishloqdagi ayolning hikoyasi butun viloyatni, keyinchalik butun mamlakatni uyg'otdi. Kitob muallifi sifatida u turli jamoat tadbirlariga taklif etila boshlandi. Bir kungi anjumanda uning nutqi butun zalni jim qilib qo'ydi. Menga hayot ikki narsani o'rgatdi. Sukut qilsang, yo'q bo'lasan. Qarshilik qilsang, kuchlisan. Men ayolman, men onaman. Men 5 yil yomonlikka qarshi kurashgan bir ayolman. Bizning sukutimiz zo'ravonlarning quroli bo'lmasin. Bu nutqdan so'ng uni jurnalistlar qidira boshladi. Tashkilotlar, huquq faollari, hatto xotin-qizlar qo'mitasi uni qo'llab-quvvatlash boshladi. Zulayho shunday odamlarga qo'l uzatmoqchi edi. U ham endi birovlarga qalqon bo'lishni xohladi. Bir necha oydan so'ng u tuman hokimligi tomonidan tashkil etilgan Ayollar huquqi markazi rahbarligiga taklif qilindi. U bu vazifani ilgari o'zini himoya qila olmaganlar uchun qabul qildi. U yerda